Men ishga borib kelay. Yaxshi borib keling, siz dunyodagi eng yaxshi ustasiz. Yo, bugun bormayman yo ishga. Bo'ltasiz ish qilaylik. Boraman-ku. Uylanib devona bo'ldi bu. Siz uchun yurakchali tuxum pishirdim. Rasmini tashlaymi? Men ham sizga yurakcha yasadim. Bugun aytaman. Uylanib tentak bo'libdi-ku bu. Yo, tog'da emasman, hovlidaman, uyda ustalar ishlayapti-yu. Siz meni mushukchamsiz. Siz arslonimisiz? Siz quyonchamsiz. Siz polvonimisiz? Rast bo'l. Sizga atab yurakcha yasab Telegramdan rasmini yubordim, bitta ko'ring. Bu uylanib miyasi bilan shartnoma ustiga to'kasgan qil. Hozir Charchab qolmayapsizmi, begim? yo, kraska qilyapman. Usta, holang. Zakaz olasizmi? Bu oyog'ingiz ekan-ku sizda. Razavitiz olib kel. Sizga atab she'r yozdim. Rostdan, qani aytingchi? Sevdim sizni har kuni, dushanba kun ishim yo'q. Siz ham seving har kuni, og'zimda bitta tishim yo'q. Boraman qo'limda kraska shotkasini olib qol, she'rini o'z devorga yozamiz. Bor. Agar sizni sevish kasallik bo'lsa, men bemorman. Agar sevgi narkotik bo'lsa, men narkomanman. Qiziqchimisiz? Kuldiraman-da man. Usta, menga pul bering. Nimaga? Gul olaman, aytaman. Men senga nima uchun pul beraman? Nima ish qilding-ku men senga pul beraman? Kelgandan beri I love you, I love you, I love you, I love you. Yo, bular bilan remont hali bitmaydi. Yo'q. Mayqalari, narsalar yig'ishtirlaring, 2-3 kun dam olib kelaring. Hay. Shunasa narsadan yig'ishib ketaylik. Yur tez, 12da ham ish bosh. Yur. Ha, kelaring. Kim qildi buni? Bizning Archimir jamoamiz arxitektura hamda dizayn yo'nalishi bilan shug'ullanamiz hamda uyga remont podkljush qilib beramiz. Agar uyingizni remontini bizga topshiradigan bo'lsangiz, dizayn loyihani bepulga qo'lga kiritasiz. Lekin zo'r chiroyli qilibdi, remont zo'r qilibdi. Salon deb 48 ta zakaz atmay bo'ldi. Qachon ko'karaman?